Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar. Miladiyə 1451-ci ili Ağsu, Başgüz. Toshkent, Türkistan yürüşüdən qayıtıb gəlgəndən bu yan Sultan İhsan Buğaxan ləşkəri ilim, cəngbazlıq maharətiga başqaça həvəs qılıb qalğan idi. O Seydəli alıb qatarlıq peshqadam sərkərdilərdən ləşkəri tədbir, can sepi tüzüş, yeri şəkliga qarab qarargah o'rinlashtirish qatorliq bilimlardan pat-pat savoq elib turgandan sirt, shohliq kibrini tashlab, lashkariy divonning mashg'ullarini ustoz tutib, qilishvozlik, nayzivozlik, komandozlik, chavandozlik qatorliq jang mahoratini ko'ngil qo'yib mashq qildi. Har qitim herib qilib mashqdan ro'y qaytganda Turkiston yurishida uchrashib qolgan Xonish Davlat Sulton Malikining Xonzoda Yunusxonni nazarda tutib, ul baxti qara farzandimiz aman bir kun o'z toji taxtini qo'liga oladi degan so'zlari quliq tuvida jaranglaydi-da, org'inini unutib, qaytadan mahorat mashq qilishga kirishadi. Go'yo akisi Yunusxon hozirla lashkar boshlab kelib, o'zidan taxt saltanatni tortib oldigandek jiddiylashadi. U Seydali olibning bag'an siri yoshinib kelayotganligini, o'rdada uningdek o'ziga kuyinadigan tadbirlik, ishonchlik Bahodir sarkardisining kamligini, taxt saltanatni mustahkam tutib turish uchun o'ziga tayanmasi bo'lmaydiganligini, akisining hamon bir kuni toj taxt da'vosi qilib, lashkar tortib keldiganligini his qilgan edi. Sultan İhsan Buğaxanning ilgirkidek hadisa haramdan chiqmaydigan, kunlarini bazmi sharob, aysh-ishrat bilan o'tkazadigan odatini tashlab, kunda degidek o'rdaga chiqib, hokimiyat ishlarini ko'ngil qo'yib bejirayotganligini, amirlarga bab-barobar muomala qilib, cho'ng-kichik ishlarni birga kengashib hal qilayotganligini, eng muhimi, lashkariy ilm, jangbozlik mahorati egallashga havas bilan kirishib ketganligini ko'rgan Seydali olib xiyli xotirjam bo'ldi. Bu aralıqda Sultan İhsan Buğaxan Seydali olibning taklifini qabul qilib, barliq viloyat shaharlarni to'liq bir qitim aralab, har qaysi viloyat oymoqlarining amir baglaridan tortib, yezi qishloqlardagi oddiy xalqcha hammaylar bilan ko'rishib, ularning talablarini, orzu-armonlarini, arz-dodini angladi. Zo'migar xiyonatchi amaldorlarni jazolab, xalqning dardi holiga yetdi. Orta xazinasidan mablag' ajratib, Ili, Ko'nchi, Tarim, Yorkent, Yo'rinqosh daryolarini markaz qilgan suv inshoot qurilishlarini remont qildirdi. Yangidan ko'rik, toma-taqoq, to'g'on yasatdi. Ambar, eriq o'stanlarni chopqizdi. Xalqni benam etishga, bog' bino qilishga rag'batlantirdi. Shaharlarni markaz qilib, madrasa, o'qul, shifoxona bino qilg'izdi. 2 yil ichida boz seliqlari yengillab, turmushi yaxshilanib, xeyli osoyishlikqa yuzlangan xalq uningga adolatli podshoh deb nom qo'yishdi. Masjidlarda uning haqqiga, umriga duo qilishdi. Sultan İhsan Buğaxan el aralab qaytib kelgandan keyin Seydali olib, uning mustaqil hokimiyat yurgizib, texnik pishib voyaga yetishiga sharoit hozirlab berish uchun o'rdada turib olmaslikni qaror qildi-da, yigitlik mavsumiga qadam qo'ygan ikki amirzodasini Soniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirzani Sultan İhsan Buğaxanning parvish qilishiga topshirib, Qashqarga ketdi. Bugun Sultan İhsan Buğaxan Aqsu daryosi bo'yidagi yayloqda ot ustida komandozlik qilish mahoratini mashq qilib o'tadi. Manga yaqin xos navkar mashq maydonini muhofazat qilib turadi. Maydonda mahorat mashq qilayotganlardan Soniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirza bor edi. Sultan İhsan Buğaxan 8 yoshli o'g'li Xonzoda Do'st Muhammad xonni birga elib olgan bo'lib, yilroqda otdan bir qitim yiqilib tushib, qo'rqib ketgan Xonzoda otga mingili unimay yig'lab o'tadi. "Qo'rqmaslar Xonzoda, men sizni tutib o'ltiray", dedi Soniz Mirza egardan tushishga yo'l qilayotgan Do'st Muhammad xonni bezlab. "Qarlar bo'lmasin amirzodam", dedi Sultan İhsan Buğaxan Soniz Mirzaga. "Otdan yiqilib tushganga hech nima bo'lmaydi. Hozirdan boshlab chavandozlikni o'rganmasa, keyin bo'shan odam bo'lib qoladi." "Ori,
"On hazratim rost aytidi", dedi peshqadam mashqavul ehtirom bilan qo'l bog'lab turib. "Ot minalmagan er emas deb tikan oba ajdodlarimiz. Xonzodam otga o'z yolg'iz mingay. Sizlar otning cho'lvurini elib billa chapsala." "Ustozning gapini angladingmi o'g'lim?" dedi Sulton Esonbug'axon texchi dumsib turgan o'g'li Do'st Muhammadxonga qarab. "Haqiqiy yigit bo'laman deydiganlar, ogal ot minishni o'rganishlari kerak. Ansirmisizlar? Soniz Mirzo o'g'illari o'zlari bilan billa mangadi. Otlarning cho'lvurini tutib elib tez chapqil qo'ymaydi. Yiqilib tushsalar tutib oladi. O'zlar mingan bu ot bek yavash, siliq mangadi. Hargiz yiqilib tushmaydilar. Maydonni bir aylanib kelsa bo'ldi qilamiz." Sulton Esonbug'axon Soniz Mirzoni mengishga sharatladi. "Men Xonzodan yana bir tarafdan qo'riqtab mangay", dedi Muhammad Haydar Mirza. Esonbug'axon ijozat berib beshini lang'ishdi. Aka-uka Amirzodlar otlarga likkida minishdida Xonzoda Do'st Muhammadxonni oraga elib, otlarini asta yo'rg'iga soldi. Keyin bora-bora ittiklatdi. Shu arliqda ular qiziq parang silib Xonzodaning diqqatini burdi. Parang bilan bo'p Xonzodaning vujudidagi bayamqi qo'rqish tuyg'ulari tarqab ketgan edi. Shunga ostidagi otning istiklab ketganini tuymayli qoldi. Ikki Amirzodaning tadbiriga qoyil bo'lgan Sulton Esonbug'axonning chiroyida rozimanlik ifodalari jilva qildi. Maydonni bir aylanib kelgan Xonzodaning endi otdan tushgisi kelmay qolgan edi. Baya yig'lab qizirib ketgan ko'zlarida endi bo'lsa baxtiyorlik kulkisi, ot minish havasi parlaydi. "Yana bir qitim aylanib kelamdik o'g'lim", dedi Esonbug'axon o'g'liga ishkuyarlik bilan qarab. "Aql", dedi Do'st Muhammadxon. "Undaq bo'lsa ikkimiz baslashayli. Qani qaysimiz tez berib yonimizga?" "O'g'illarim-chu", dedi Do'st Muhammadxon ikki Amirzodiga qarab. "Ular turib turg'ay. Agal ikkiylan baslashayli. Ondan keyin ular bilan baslashsalar." "Nimalardan shartlashimiz?" so'radi Do'st Muhammadxon burnini tatib qo'yib. "Agar yengib olsalar, ostlaridagi ot o'zlarining bo'lsin. Amisi gapimiz gap." Xonzoda Do'st Muhammadxon shundoq degunicha o'ng qo'lini dadasiga uzatdi. Sulton Esonbug'axon darhol o'g'lining qo'lini olqonlari orasiga ilib, yengil silab qo'ydi. Soniz Mirzo otibalining otlarini yondash olib kelib to'xtatgandan keyin Do'st Muhammadxonning qo'liga asta pichirladi. "Hayrat qilsizlar Xonzoda. Hargiz qo'rqmasizlar. Xon otalarini yengib elib bu otni cho'qim in'om olsizlar." Bir yonda turgan Muhammad Haydar Mirzo boshlandi deb vaqirdi. Shu hamon Soniz Mirzo Do'st Muhammadxon mingan otning sag'risiga yengil shapallab qo'ydi. Bu chog'da Sulton Esonbug'axon qasdan etining cho'lvurini tatib turgan edi. O'g'lining eti uzab ketgandan keyin etini devitdi-da, ikki qadam orliq qoldirib o'g'liga ergashdi. Nökarlar Xonzodaga madad berib suran silishga boshladi. "G'ayrat qilsizlar Xonzodam. Otga qamchi solsizlar. Tez bo'lsizlar, xon otalari yetishib olay deb qoldi." Maydonni bir aylanib qaytib kelgan Xonzoda Do'st Muhammadxon qan-qiniga patmay vaqirdi. "Voy, men yengib oldim." Atrofdagilar uni tabriklashdi. "Muborak bo'lsin Xonzodam. Ravrus chavandoz bo'ldilar. Otga muborak bo'lsin." Otdan shaqqida sakrab tushgan Sulton Esonbug'axon yugurib kelib o'g'lini otdan ko'tarib oldi-da, qizirib ketgan mang'izga mehr bilan so'ydi. "Qutuqlari muborak bo'lsin o'g'lim. Ot o'zlarining bo'ldi. Bundan keyin otni kunda mensam bo'lamdi ota." "Albatta bo'ladi", dedi Esonbug'axon. "Atganlarning gapini anglasizlar, ot ustida o'qiya etishni o'rgatib qo'ydi dedi." Do'st Muhammadxon hayajonlangan holda etini choptirib ketdi. Uning orqasidan abkasi bilan nökarlari dambas qadam ergashdi. O'g'lining kaynidan bir hazog'cha ishkuyarlik bilan qarab turgan Sulton Esonbug'axon yanada qarab turgan Soniz Mirzo bilan Muhammad Haydar Mirzoga qaradi. "Ikki Amirzodamning komandozlikda baslish kerak bo'ti bormikin?"
"An hazratim xolisa biz tayyor" deyishdi aka-ukalar ehtirom bilan qo'l bog'lab. Lekin xonzodaga yengilib bergandek bizga yengilib beramikin deb ham xiyol qilib aylashmisizlar. Haqiqiy baslashimiz, dedi Sultan Isanbog'axon xirildab kulib. Qibligahimizning bizni bola qatorida ko'ymaginiga tasanno, dedi Saniz Mirzo. Undaqda bizmi shartlashib olaylik. Navoda oliylar yengilib qolsa bizga nima inom qiladi ekan? Qandoq inom olg'ilari bor, Amirzodam? Inom talab qilishga haddimiz emas. Bergan har qanday inomlarga rozi bo'lamiz, dedi Muhammad Haydar Mirzo oksidan burunroq javob berib. Undaq bo'lsa, Navoda meni yengib olsanglar, har biringlar birdan chiroyli qiz inom qilay, dedi Isanbog'axon kulib turib. Qandoq? Bu amirzodlarimning ko'nglidagidek inom bo'lgandi? Muhammad Haydar Mirzo xizil bo'lib baqamdek qizardi. Ammo xonga agishib kulishga boshlagan Saniz Mirzoning ko'ngli yayrab ketgandek qiladi. Ajab gap qilishmaydi-ku, dedi Isanbog'axon yigitlar bilan chirqishib. Inomni elishdan qo'rqishyaptamlar ya? Qibligahimiz marhamatlikdir. Va'da qilgan inomlarni elishga jon jahlimiz bilan tirishimiz, dedi Saniz Mirzo. Ondan inisi Muhammad Haydar Mirzoni noqdi. Qandoq dedim inim? Adabsizlik qilmaslar og'a, dedi Muhammad Haydar Mirzo pising'ida kulib. Bak qilinganlar. Qilin bo'lmasam inimning ko'ngligini qandoq bilaman, dedi Saniz Mirzo. Sultan Isanbog'axon aka inining chaqchiqini anglab qaqoqlab kulib ketdi. Uning kulgisiga atrofdagilarmi qaytildi. "Amisi boshlayli", dedi Isanbog'axon. Ular o'xyalarini elib tayyorlik qilishga kirishdi. "Ma'lum bo'g'ay", o'xyaning kirichini tortib tekshirayotgan Sultan Isanbog'axon qo'l bog'lab turgan mahramga qaradi. "Xo'sh, Amrul Umara Saydali olib hazratlar Qashqardan yetib keldi." Xabar Sultan Isanbog'axonning ikki amirzodining diqqatini tortdi. "Amrul Umara janoblar hozir nerda?" so'radi Isanbog'axon. "Bu tarafga kelyotdi. Boshlab kelsinlar." Sultan Isanbog'axon ikki amirzodiga qarab ko'zini qisdi. "Afsus, baslashamaydigan bo'ldik. Inom nesi qiladigan bo'ldi-da. Xon oliylarining ko'nglida bo'lsa hamon naqlashtirib olamiz", dedi Saniz Mirzo kulib. Ularning Saydali olib bilan ko'rishmaganiga 1 yil bo'lay deb qolgan edi. Dadasini seg'ingan ikki amirzoda bo'yinlarini so'zib yiroqqa qarashdi. Sultan Isanbog'axon Saydali olibni qabul qilish uchun neriroqdagi do'ngning ustiga gilam ko'rpalar bilan saramjonlashtirilgan yipak soyvanlik chaqqongina oromgohga qarab mangdi. Ayol o'tmay mahramlarning yo'l boshlashi bilan yetib kelgan Saydali olib qo'l bog'lab Isanbog'axonga salom berdi. "Assalomu alaykum. Qibligahimizga ehtirom bo'g'ay." "Va alaykum assalom", dedi Isanbog'axon salomni ilik elib. "Salomat keldingmi, Amir? Qani, yuqori o'tsizlar." Saydali olib ko'rpaga chiqqandan keyin Sultan Isanbog'axon bilan qo'l elishib ko'rishdi va uning yenidan o'rin oldi. "Assalomu alaykum, hormag'aylar qadrlik ota." Ikki amirzoda oromgohning yeniga kelib dadasiga salom berdi. "Va alaykum assalom", dedi Saydali olib o'g'illarining salomini ilik elib. Garchi ota bolalarning bir-birini bag'riga besib ko'rishkisi bo'lsin, xonning oldida adab saqlab jim turishdi. "Qani, ikkilarimi yuqori o'tishsizlar", dedi Sultan Isanbog'axon ikki amirzodini yeniga taklif qilib. "Qibligahimizning iltifotiga tashakkur." Ikki amirzoda xonga cho'nqur bir salom berib o'tgandan keyin oromgohning pago tarpiga kelib yukinib o'ltirishdi. Saydali olib duoga qo'l ko'tarib Fotiha o'qigandan keyin Sultan Isanbog'axondan qayta esanlik so'radi. Shuning bilan qabul qilish, salom berish usullari oxirlashdi. "Ostonaga taraf bolla qadam keltirib, qibligahimizning oromini buzishimning boisi shuki", dedi Saydali olib Isanbog'axon so'rmasimi maqsadini udulla bayon qilib. "Balkim oliylarmi xabar topgan bo'lsa kerak. Ushbu kunlarda Samarqand taxtigohi qonga bo'yilibdi.
Tuzkor Xonzoda Abdullatif xon padaru buzurgi bo'lmish Shavkatlik tojdor Mirza Ulug'bek oliylarini qatl qilib, behisob xunzirliqlarni qilganmish. Nima dedilar janob Amir? Cho'chib ketgan Sulton Eson-Bug'axon Saydali Olibning gapini bo'lib o'tdi. Samarqandda yuz bergan qonliq fojia haqidagi xabar texi Oqsuga yetib kelmagan edi. Shavkatlik Mirza Ulug'bek oliylari o'z pushti tarafidan qatl qilinibdi oliylar, dedi Saydali Olib qayg'urgan holda. Ya Xudo, o'zing bor. Sulton Eson-Bug'axon osmonga qarab nido qilgandan keyin qo'l ko'tarib Mirza Ulug'bekning ruhiga duo qildi. Boshqalarmi uningga ergashdi. Duodan keyin o'rnini bir pas sukunat bosdi. Mirza Ulug'bekning o'lim xabari Sulton Eson-Bug'axonga qattiq ta'sir qilgan edi. Kechirsizlar oliylari. Shum xabar yetkazib muborak ko'ngillarni bizaviti qildim, dedi Saydali Olib oradagi sukunatni buzib. Hech qisi yo'q, dedi Sulton Eson-Bug'axon asratlangan holda. O'zlar yetkazmasligini hamon anglagan bo'ladi. Bir necha ilgari Samarqand savdogarlaridan Mirza Ulug'bek oliylari bilan Cho'ng xonzodasi o'rtasida ig'ir nizo yuz berganligini anglagan edik. Buncha ig'ir fojia yuz berishini o'ylamagan ekanmiz. Ore, dedi Saydali Olib xursingan holda. Samarqandga avatgan oyg'oqchilarimizning yetkazishicha, Cho'ng xonzoda Abdullatif xon Baliqdan 40 ming kishilik lashkar bilan Samarqandga yurish qilgan ekan. Samarqand ordusidagi ko'p qism amir sarkardalar Mirza Ulug'bekka sotqinlik qilib, xonzodaga el bo'pti. Samarqand hokimi Miron Shoh To'rg'i bo'lsa, shaharning darvozasini taqib olib, tojdorni kirgizmabdi. Shuning bilan ilojsiz qolgan Mirza Ulug'bek o'g'liga taslim bo'lishga majbur bo'pti. Lekin qori ko'ngil, tuzkor o'g'il, bir buzurki bo'lmish Suleyki tariqat peshvosi Ishon Shayx Nizomdan Xomishning kuch kurtishi bilan azgi mong'izgan otasini Said Abbos ismli jallatiga o'ltirib uzibdi. Anglashimizcha, Mirza Ulug'bek oliylarining o'rdasida kichik xonzodasi Abdulaziz xon bilan ikki ko'ragani bor ekanmish-ku. Ular azaldan marhum hukmdorga qo'l qanot bo'lgan emas. Hozircha Abdulaziz xonning o'lik tiriklik xabarini bilmadik. Lekin Shavkatlik hukmdorning ikki ko'raganlari bo'lmish Abdullah Mirza boshda qiynatishdan yuz o'rib, qaynog'isi xonzoda Abdullatif xonga el bo'lgan ekan. Abu Said Mirzani bo'lsa, Samarqand hokimi Miron Shoh To'rg'i zindonga solganligi ma'lum. Yana bir xabarga qaraganda, Abu Said Mirza zindondan qochib chiqib, Buxoroda xonzodaga qarshi harakat qilib yetibdi-dak. Garchi Shavkatlik Mirza Ulug'bekning donishmandligi xalq olamga pur ketgan bo'lsa-mu, tasarruf saltanat sababidan bizga didor muloqotda bo'lish nasib bo'lmagan edi, dedi Sulton Eson-Bug'axon o'kingan holda. Kunlarning birida ikki elning o'rtasida adovatlarni yo'yib, do'stlik o'rnatib, qarindoshlik mehrimizni jalolantirib, oba ajdodlarimizdan qolgan udum bo'yicha tuqqandarchilik qilib o'tarmaymiz degan umidim ham bor edi. Xudo buyurmagan ekan, dedi Saydali Olib. Bo'lmasa bu ikki elning tojdorlari emas, avom ra'iyatgacha yiltizi, dini, tili, qavmi bir qon qarindoshlardir. Gohi Shavkatlik jannat makon To'liq Tumirxon oliylarining taxtigohiga, gohi Bahodir Amir Tumir sohibqironning taxtigohiga uyushib o'tgan zamonlar ham bo'lgan. Ota qotilining umri ko'ti bo'lur. Toji taxtga barqaror bo'lish uzun muddat nasib bo'lmas, dedi Sulton Eson-Bug'axon hasratlik ah urib. Alloh egan buyursa, etqonlari kagay, dedi Saydali Olib. Ushbu kunlarda Samarqand taxtigohi kalkunda qolgan qiyiqdek tavrab turibdi.
Xonzoda Abdullatif xon qisoskorlarni tinchitish bilan halak. Viloyatlarining amirlari bo'lsa o'z g'emida. Mushundaq yaxshi fursatni g'animat bilib, Andijonga lashkar tortib, Farg'ona vodisini tasarrufimizga elib olsaq degan umiddiman. Baland maslahat, dedi Sulton Isanbug'a xon. Andijonni tasarrufimizga elish jannat makon padari buzrukning orzusi edi. Ul ot orzusi bizning qo'limizda amalga oshsa ajab emas. Ota umidini oqlash farzandning burchidir, dedi Saydali Alp. Merhum Cennet Makan Sultan Öveys Han alilerinin ruhi qibligahimizning shijoatidan xushbo'g'si. Şol tapda Qashqarda bir tuman Bahadir sarkarlashganlarimiz alilerinin fermanini kütüp, ozuq-tuligi bilan taq bo'lib turibdi. Undaq bo'lsa Aqsudan 2 tuman lashkar elib jami 3 tuman lashkar bilan yo'lga chiqaydi. Sultan Isanbug'a xon bir necha daqiqa turgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Bu navbat Andijon yurishiga amir janoblarini avvar qilmay o'zim chiqay. O'zlar ostanda qilib, o'rda ishlarga qaranchiq bo'lg'aylar. Saydali Alpning Andijonga lashkar tortib bog'isi bor edi. Ammo Isanbug'a xon uning yashnib qolganini nazarga elib, o'zi lashkar tortishni qaror qilgan edi. Qibligahimni yolg'iz yo'lga selib qo'ysam xotirjam bo'lolmayman, dedi Saydali Alp ko'ngildagini yashirmay. Qandaqsiga yolg'izmang'idakman, dedi Sulton Isanbug'a xon. Ilkimizda 3 tuman Bahodir sarkarlashganlar bor. Amir janoblar ortiqcha tashvishlanmay, g'alaba nusratimiz uchun duo qilg'aylar. Saydali Alp xonning gapini yirg'idak sabab topolmadi. Janob qibligahimizdan og'ayin ishkimizni Andijon yurishiga birga elib olishni iltimos qilamiz, dedi boyadan beri gap qo'shiqsanmay o'tirgan ikki amirzoda das o'rnidan turib. Sulton Isanbug'a xon damalliqqa javob bermay, yolt etib Saydali Alpga qaradi. Shu tapda oyajonlangan Saydali Alpning vujudiga illiq bir iqim targ'an edi. O'g'illarining haqiqiy yigit bo'lganligini his qilib, vujudini suyunish, faxrlanish tuyg'ulari asir olgan edi. O'g'illarimning iltimosini qabul qilg'aylar oliylari, dedi Saydali Alp iltijo qilib. Men boramsam, 2 o'g'limni bo'lsa berib xizmatlarga mulozimlik farhizlarini bajo keltirgay. Amirzodlarning sadoqat va jasoratiga tasanno, dedi Sulton Isanbug'a xon. Talabinglar qabul bo'ldi. Xon oliylari marhamatlikdir. 2 amirzoda xonga ehtirom bildirdi. Orada qilishqidek gapning qolmaganligini his qilgan Sulton Isanbug'a xon Soniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirzaga qarab xirildab kulib etdi. Qandaq amirzodlar, amdi baslashamdoq, shartlashgan ishni vaqtida qilib etgan tuzuk. 2 amirzoda dodasiga qarab qo'yib beshini tuvan soldi. Olilar xolisi biz tayyor, dedi Soniz Mirza. Qandaq shart bilan baslashmoqchi bo'lgandilar on hazratim, so'radi Saydali Alp qiziqib. O'diqib ketgan Muhammad Haydar Mirza Sulton Isanbug'a xonga qarab yolvordi. O'tinib qolay oliylari, musobaqani o'ynasak shartni tilga olmasizlar. Sulton Isanbug'a xonning Muhammad Haydar Mirzaning dadasining oldida xijil bo'layotganligini, lekin Soniz Mirzaning xiyolida yo'q turganligini ko'rib, ko'nglidan yo'lt qilib bir xiyol kechdi. Cho'ng amirzodi bilan komandozlikda baslashmoqchi bo'lgandik. Yengilib qolsam amirzodini o'ylab qo'ymoqchi bo'lgan edim, dedi xirildab kulganicha. Beadab, dedi Saydali Alp Soniz Mirzaga qarab. Oyoq qilmay oliylarga mushundaq shartni qo'ydingmi? Kechirsizlar ota, dedi Soniz Mirza dadasiga erkilib. Shartni men emas, qibligahim qo'ydi. Biz farmonbardorlik qildik shu. Saydali Alp Isanbug'a xonga qarab iltijo qildi. Xon oliylaridan ol shartni bekor qilishlarini tuvanchilik bilan iltimos qilaman. Sulton Isanbug'a xon qaqaqlab kuldi. Jiddiylashmisizlar amir janoblari. Qarasizlar,
Amirzodlarning allaqachon balog'atga yetganini ko'rmayotgandilar. Andijonga lashkar tortimiz deyapmiz. Lashkari yurishdan avval to'y bahonasida el yurtga osh tortib duosini olmamdiq. Qandoq dedim? Qibligohimiz donodur, dedi Saydali olib beshini tuvan silib. Farmoni oliyning hukmiga itoatgardanimiz egiklik. Xo'sh, amisi boshlayli. O'zlar guvoh bo'lib bersizlar. O'rnidan turgan Sulton Eson-Bug'oxon kelib Soniz Mirzaning do'lisiga chapalladi. Jasorat bo'lsa, amirzodam. Ondan Muhammad Haydar Mirzaning ko'zlariga ichkuyarlik bilan qaradi. Allah xolisa o'zlar bilan oldirmay shartlashamiz, amirzodam. Nökerlar attigandilar xonning komandozlik mahoratini mashq qilishi uchun paxaldan 10 dona qaranchiq yasagan edi. Ot chaptirib turib nishonni chanlaydilar. U qaranchiqlarning dal beshiga tegishi shart, dedi qeyri mashqavul musobaqaning talabini o'ttirib qo'yib. Ogal amirzodamning mahoratini tomosha qilaylik, dedi Sulton Eson-Bug'oxon. Qani boshlasizlar. Soniz Mirza buyruqqa bo'ysunib etini devitdi-da, shamoldek chepib ketayotgan otning ustida turib, qaranchiqlarga qaratib chaqqanlik bilan orqama-orqa o'q uzishga boshladi. Uning atgan 10 tal o'qining bir tilimi zoya bo'lmay, qaranchiqlarning beshiga sanchildi. Soniz Mirzaning o'qya etish mahorati haqiqatan yuqori edi. Tomosha ko'rib turgan nökerlar suran silishib, olqish yangratdi. O'g'lining mahoratidan faxrlangan Saydali olibmi boyanqi ranjislarini esdan chiqarib, ixtiyorsiz kulimsiradi. Qaytib kelgan Soniz Mirza dodisiga mag'rurlik bilan qarab qo'ydi. Endi navbat xon oliylariga keldi, dedi qeyri qavul Sulton Eson-Bug'oxonga qarab. Sulton Eson-Bug'oxonmi etini quyundek chaptirganicha qaranchiqlarga qaratib o'q uzishga boshladi. Uning atgan o'qlarimi qaranchiqlarning beshiga sanchilayotdi. Eson-Bug'oxon eng oxirgi bir tal o'qni qasddan qaydirib etdi. O'q qaranchiqqa tegmadi. Xonning o'qni qasddan qaydirib etganligini sezgan Saydali olibning yuragiga illiq bir sezim taradi. Xon oliylarining cho'ng amirzodini o'ylab qo'yg'usi bor ekan. Bo'pti. Xon oliylar farzandimga ko'yinib bunchalik shafqat ko'rsatgan yerda norozi bo'lib nima qilay? Aslida yana bir ish keldan keyin o'ylab qo'yarman degan edim. Taqdir iroda shundoq o'xshaydi. Muborak bo'lsin amirzodam. Berib tayyorlik qilg'aylar. Ati to'ylari bo'ladi. To'y ma'rakalariga o'zim bosh bo'laman, dedi qaytib kelgan Sulton Eson-Bug'oxon. Saydali olib xiyolini yig'ishtirib o'g'li Soniz Mirzaga qaradi. Qarab turmay xon oliylarining himmatiga rahmat etsinlar. Xushalliqdan og'zi quloqiga yetgan Soniz Mirza darhol otdan tushib xonga ta'zim bajo keltirdi. Himmat qildilar oliylari, ko'p rahmat. Amirzodlarga ijozat, dedi Sulton Eson-Bug'oxon. Ikki amirzode xon bilan dadisiga yana bir qatim salom berib atgandan keyin otlarga minib, nökarlarni agashtirganicha shaharga qarab chepib ketishdi. Amirzodamga qasda yanglib berdilar, dedi Saydali olib. Qarasam, amirzodlar o'ylab qo'yg'idek bo'lib qopti, dedi Sulton Eson-Bug'oxon. Chaqchaq qo'yilib chekib baqsam, Soniz Mirza o'ylangisi borligidan bishorat berib qoldi. Shunga murodiga yetkazay deb qasdan yanglib berdim. Farzand bo'g'ichi ko'nglidagi otasiga bildirmak tas. Norozi bo'lib qolmaganlar, amir? Yo'qsa, dedi Saydali olib. Oliylari oloydan to'y beshi bo'lib berman devatsizlar, albatta o'zimni baxtiyor his qilaman-da. Qibligohimizning bu qatorliq mehr shafqati biz uchun katta sharaf. Bilmadim, on hazratim kimning zaifasini ko'ngliga puktikan? Qori divan amri Oqposh begning bir qizi bor. Yeshi amirzodamdan 2-3 yosh kichik chiqadi. Oldin qiyli xonish oyim haramga kirib, o'z tarbiyasiga olgan. Ismi Oyjamol xinim. O'sni jamolimi ismi o'xshash to'limi o'z. Uning ustiga xattotlik, nazmga ajoyib havasi bor. Ha,
Aslida marhum Jannat Makon Supurgi Mirza janoblarining nevarasi-kanda, dedi Saydali olib. Shundaq, ko'ngillarga xo'p kelgidekmi? Ol sadoqatman amrining pushtini o'zimizga kelin farzand qilishni albatta xohlaymiz. O'tgan yili Supurgi Mirza vafot bo'lganda, o'lim patisi uchun turponga borolmay ko'nglim to'limi yerim bo'lgan edi. Bu to'y dilxasligimizga xushallik berilsa ajab emas. Bilmadim, Oqposhobek janoblari xolamdikin tong. Bu ishda xonishayimning gapi hisob. Oqposhobek ul zaifasini bizga farzand hisobida berib atgan. Undaqda Amirzodam Moxon oliylarga farzand bo'g'idek, dedi Saydali olib hayajonlanib. Albatta, Islom Bug'axon biroz o'ylanib olgandan keyin gapini davomlashtirdi. Kichik Amirzoda Muhammad Haydar Mirza yuzi to'van, jasoratli ham fazilatli yigit bo'pti. Bu yaqinda o'linish xiyoli bordek qilmaydi. Ko'ngliga cho'ng ishlarni pukkandek qiladi. Fazilati kam kutisiz o'zlarini totibdi. Ko'ngil xushluqim, oyat beg'imning nozik chimani bo'lmish Malika Davlat Nigor xonim bu yil 8 yoshga kiray deb qoldi. Garchi u g'unchichadan topgan farzandim bo'lsa-mu, uningga xonzodamdan bekrak mehrim bor. Agar kichik Amirzoda 3-4 yil ta'xir qilsa, ul Malikamni nikohlab berib, o'zimga ko'ragan qilib olg'im bor. Saydali olib Sulton Islom Bug'axonning Muhammad Haydar Mirzaga qizini berish muddasini anglab boshqacha ruhlandi. Oliylarning himmatiga tasanno, dedi hayajonlangan Saydali olib. Qiblagohimizga qudu bo'lish biz uchun katta sharaf. Bu muddalarni anglasa, hammalari o'z Sulton Malikimga ko'p minnatdor bo'ladi. Urug' tuqqan bo'lib, qarindoshlik mehrimizni mustahkamlasak, saltanatimiz texnik qudrat tepib, el yurtimiz osoyishlikda yuzlanadi janobi Amir. G'unchicha degani to'qalxonish degan so'zkan. Ammam u Sulton Malika oliylari bizga ona yo'lliqdir. Uning ko'nglini xushal qilish albatta burchimizdir. Shundaq bo'lsin emisa. Hozirda cho'ng Amirzodaning to'yini o'ynaylik. Alloh xolisa, 2 haftadan keyin Andijonga yo'l bo'lur. Ular Andijon yurish haqida uzoq mungdashdi. Mushu kunlarda urush ma'lumotchiligida qolgan Samarqand echinishliq ingraydi. Ko'hak, Obi rahmat daryolari mungluq shirildaydi. Urgut tog'lari sukutlik edi. O'diqqan, tashvishga tushgan shahar xalqi qattiqroq shapidan cho'chishib, butining uchida dastlab mengishibdi. Buning aksicha Samarqand ko'chalarida chivindek ovib ketgan so'pi darvishlarning jarri samollari avjiga chiqqan edi. Ming bir jafolar bilan Shavkatlik qiynotisi Mirza Ulug'bekning taxtida o'ltirishga muvaffaq bo'lgan Abu Said Mirzaning xotirjamsizligi, g'am tashvishlari texi besilmagan edi. Go'yo hozirli biri hokimiyatni tortib oladigandak bomdod namozdan yenib, tong sahardala Ko'ksaroyga chiqib taxtda o'ltirsa, toki kash kirib al yotqug'icha Ko'ksaroydan ayrilmaydi. Taxtdan midirilmaydi. Chunki Mirza Ulug'bekning o'limidan keyin tarixdek chechilib ketgan Mo'rizodada o'zlarini Samarqand taxtiga da'vogar hisoblab, taraf-taraflarda lashkar to'plab, qo'shni allarning xon sultonlaridan yordam so'rab, taxt saltanatni egallash uchun harakat qilib o'tdi. Necha yildan beri bir qitim bo'lsa-mu o'ltirib yiqishga havas qilgan hashamatlik oltin taxt Abu Said Mirzaga qilchilik rohat beg'ishlamadi. U Mirza Ulug'bekka kuyovg'il bo'lib, ko'raganlik martabasiga erishgandan beri bu saltanatlik taxtda o'tirishni qanchalik armon qilgan edi. Ko'raganlik sharafiga erishgan dastlabki mezgillarda u qiynotisining taxtida hamon bir kuni o'tirishni xiyol qilgan, bu xiyoliga ishinib, tatliq tushlarni ko'rgan edi. Biroq uzoq o'tmayla bojisi Abdullah Mirza uning bu tushlarini buzib etdi. Abdullah Mirza Xoqoni Said Shahrux Mirzaning ikkinchi o'g'li Ibrohim Mirzaning cho'ng o'g'li edi. Mundaqcha aytganda, u Mirza Ulug'bekka jiyan keladi.
Шуңа Абдулла Мирза өзүнү Самарканд тахтигахынын канунлук мирасхорлорунун бири деп хисаплайды. Шу себептlik дымакы үстүн эди. Әбу Саид Мирза болса, Әмір Түмірнің 3-нче оğlu Мираншахның нәврisi edi. Шахруххан Әмір Түмірнің тәхтіге варислық қылған чағда Мираншах allaqachon qazo qilgan edi. Mirza Ulug'bek tuqqandarchilik mehrini chingitish maqsadida Navra inisi Buxara Amiri Sulton Muhammad xonning e'tiborli bu o'g'liga qizini berib, kuyovg'ul qilib olgan edi. Shu sabablik Abu Said Mirzamo o'zini Samarqand taxtigohining qonunliq mirosxo'ri hisoblaydi. Shunga bu ikki bojining purchiqi pishishmadi. Faqat ap o'talmadi. Mirza Ulug'bekning ikki kuyovg'ulni aplashtirib qo'yish uchun ko'rsatgan tirishchanliklari bekor ketdi. O'rnida yuqori martabaga erishib, kunlarning birida qiynotisining taxtida o'tirishini ko'ngliga pukkan bu ikki yigit faqatli kelishamadi. Bir-biriga yo'l qo'yishmadi. İzzet obro'yini qilishmadi. Aksicha, fursat topsalar bir-birining aybini ko'chilaydi. Qiynotisiga cheqishtiradi. Amirlarni yeniga tortishtirishib, guruhvozlik qiladi. Bir necha qatam Ko'ksaroyda Mirza Ulug'bekning oldida yoqis qishqanmi bo'ldi. Shuning bilan Mirza Ulug'bekning bu ikki kuyovdan ko'ngli qoldi. Ro'yi qaytdi. Ularni yuqori mansabga, muhim ishlarga yaqin yo'latmadi. Ishkilar tuvan darajalik o'rda arkonlari qatorida muomala qildi. Keyincha ular har qancha tirishchanlik ko'rsatib, Mirza Ulug'bekning ishonchiga erishamadi. Shu sababdan bu ikkisining Mirza Ulug'bekka ko'nglida g'umi adovati bor edi. Mirza Ulug'bek suyimlik o'g'li Abdullatif xonga jazo yurish qilish harpisida kutmaganda ikki kuyovliga yuqori darajalik lashkariy mansab berdi. Oxirgi hisobda qiynotisining e'tiborlishiga erishgan Abu Said Mirza jon jahli bilan to'kib ko'rsatib, qiynotisining ishonchiga erishishini ko'ngliga pukkan edi. Biroq Xonzoda Abdullatif xon bilan ostirdan til biriktirib olgan sotqin Amir Miranshah to'rga beto'yiq turgan Abu Said Mirzani tutib zindonga tashladi. Shuning bilan uning ko'ngliga pukkan orzu-armonlari tuyuqsizla yana ko'pikka aylandi. Qiynotisining jangda nusrat qozinishiga ko'z yetmagan Abdulla Mirza bo'lsa, tadonliq qilib qiynag'isiga al bo'ldi. Amir Sulton Shah Barlasni Xonzoda Abdullatif xonning to'zig'iga dastatdi. Shuning bilan qiynotisining oldida yo'qotgan obro'yini qiynag'isining oldida tiklib oldi. Xonzoda Abdullatif xon Samarqandga kelib, dadasining taxtida o'tirgandan keyin Abdulla Mirzaga lashkariy divonning amirlik martabasini berdi. Shuning bilan Abdulla Mirza saltanatning lashkariy huquqini qo'liga ilib oldi. Bu chaqda zindonda yotgan Abu Said Mirza Ulug'bekka sadoqatman gundupaylar orqali bu ishlardan to'liq xabar topdi. Qiynotisining taxtida qiynag'isi Xonzoda Abdullatif xonning o'ltirganidan ko'ra, bojisi Abdulla Mirzaning yangi xonning e'tiborlishiga erishib, yuqori martabaga erishgandagi bakrak ichini otibatdi. Yuragi mushuk tatlagandek echishib, beorom bo'ldi. Qiynag'isi Abdullatif xonning iltifotiga erishib, zindondan chiqish umidi butunlay uzildi. Qorniyat bojisi Abdulla Mirzaning hayotiga qasd qilishidan ansiradi. Chunki u Xonzoda Abdullatif xonning yanida bojisi Abdulla Mirza bo'ladi ekan, o'ziga tinish amallik bo'lmaydiganligini, Abdulla Mirzaning bir amallarni qilib o'zini o'ldirib yetadiganligini obdan bilatdi. Shunga jinini saqlab qilish uchun zindondan qochish qaroriga keldi va yiliqi Mirza Ulug'bekka sadoqatman gundupaylarning yordamida zindondan qochib, Udul Otimiras ismini Buxoroga ketdi. Mushu orliqda Mirza Ulug'bekning navkarbeshi Bobo Husaynbek posibonining qisosini olish uchun ot qotili Xonzoda Abdullatif xonni o'ldirib, beshini Mirza Ulug'bek madrasasiga esib qo'ydi. Bu kutilmagan ofat Abdulla Mirzaga omad ep keldi. Shuning bilan egisiz qolgan Samarqand taxtida o'ltirish uningga nasib bo'ldi. Bojisi Abdulla Mirzaning Samarqand saltanatini qo'liga elib taxtda o'ltirganligidan xabar topgan Abu Said Mirza taxt da'vosi qilib Buxorodan Samarqandga lashkar tortib keldi. Lekin taxtni tortib olish u yoqda tursin, jangda qattiq yengilib,
ozg'ina navkarlari bilan kechib qutuldi va Sir daryosining u tarafidagi Dast Qipchoq elining hukmroni Sulton Obul Xayrxondan yordam so'radi. Abu Said Mirzaning yordam so'rab kelishi Sulton Obul Xayrxonning ko'nglidagidek ish bo'ldi. Chunki Mirza Ulug'begdan bir qancha qitim Rovruz peshvo yegan Obul Xayrxon Samarqand hokimiyatidan xotirjam emas edi. U Abu Said Mirza Samarqand hokimiyatini qo'lga olsa, Dast Qipchoq hokimiyatiga ko'p foydasi tegadiganligini his qildida, darhol barliq sarkarlashganlarni Abu Said Mirzaga yordam berishga farmon tushirdi. Shuningdek bilan Abu Said Mirza Sir daryosidan o'tib Samarqandga ikkinchi qitim bostirib keldi. Bu chaqda Abdullah Mirza, Amir Sulton Jandar, Miranshah Do'rg'i qatorliq Mirza Ulug'bekka xoinlik qilgan amirlar bilan ziddiyatlashib qolgan edi. Shunga ularning jangda qasddan susluq qilishi bilan Abdullah Mirza yengilib qoldi. Samarqand shahrini elib toji taxtni egillagan Abu Said Mirza asirga tushgan bojisi Abdullah Mirza va Miranshah Do'rg'a Amir Sulton Jandarlarga qilchilik rahim shafqat qilmay kallasini oldi. Shunday qilib Abdullah Mirza Samarqand taxtida orom 1 yil o'ltiradigan bo'ldi. Ko'ksaroyda yolg'iz o'ltirib o'tgan ishlarni xiyolidan o'tkazgan Abu Said Mirza eg'ir xursinib qo'ydi. U qiynatisi Mirza Ulug'begning e'tiborlashiga, izzatlashiga erishgan yuqori darajalik amirlarning olqiliq paytda xoinlik qilganini o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lg'achqa, Samarqand taxtini qo'liga olgandan beri o'rdadagi amirlarga ishonmas bo'lib qolgan edi. Ularni ziyoda chang tutadi. Sababsizlar Ko'ksaroyga chaqirtib oladi. Sababsizlar haydab chiqaradi. Garchi Miranshah Do'rg'i bilan Amir Sulton Jandar o'lgan bo'lsa-mu, lekin ehtiyot qilish kerak. Toji taxtni o'sha amir sarkarlarsiz tutib turg'il bo'lsa edi koshki. O'rdadagi amirlarga ishongil bo'larmi? Bularni musatqillik qilmaydi deb kim huddi qila oladi? Bir Alloh, bir o'zimdan boshqa hech kimga ishonmayman. Shundoq. Bu amirlarni ishiltishga bo'ladi, ishonishga bo'lmaydi. Hech bo'lmasa bu taxt saltanatni to'liq mustahkamlab bo'lsa, ulardan foydalanib turay. Keyin asta-asta almashtirib etaman. Abu Said Mirza ochiq to'lg'andi. Qup-quruq shahnishinga nazar tashladi. U boylidahi amirlarni shahnishindan sababsizlik qo'g'lab chiqargan edi. Uning ko'z oldiga Samarqandni elib taxtda o'ltirgandan keyingi ishlar kelib olgan edi. Abu Said Mirzaga yordam qo'lini sungan Dast Qipchoq dalasining hukmdori Obul Xayrxonning sarkar lashkarlari Samarqandga kirgandan keyin shaharni xohlagancha bo'lib taladi. Xonzoda Abdullatif xon Abdullah Mirzalardan eshib qolgan o'rda xazinasini butunlay quruqtab qo'ydi. Hatto Ko'ksaroyning tomlariga esib qo'ygan turli san'at buyumlari, bezaklarni saq qo'ymadi. Abu Said Mirza bu bulang-talang vayronchilikni to'sishga amalsiz qoldi. Chunki u ashulaga tayinib toji taxtni tortib olgan edi. O'zlarini Abu Said Mirzaning shafoatchisi deb hisoblaydigan bu sarkarlar har qanday zo'rliqlarni qilishdan oyonmaydi. Abu Said Mirzadan ozroqmi tap taqmaydi. Abu Said Mirza ularning qaytib ketishini sabrjonlik bilan kutib, tishini tishiga tishlashga majbur bo'ldi. Ular ketganda Samarqand shahri qattiq bulang-talangga uchirgan eski saroyga o'xshab qolgan Mirza Ulug'bek davridagi shon-u shavkatidan, so'lat hashamatidan iznomi qolmagan edi. Dast Qipchoq lashkarlardan qutulgan Abu Said Mirza tezdan lashkar to'plashga kirishdi. Chunki shu kunlarda o'zlarini Samarqand taxtining da'vogari hisoblagan Xonzoda Abdullatif xonning ikki o'g'li, Xonzoda Ahmad xon bilan Muhammad Jo'gi Herat amiri Obul Qosim Bobur Mirzaning qishig'i berib, birlikda Samarqandga lashkar tortishga tayyorlanayotdi. Oyg'oqchilardan bu xabarni olgan Abu Said Mirza bir tarafdan lashkar, bir tarafdan ochliq oziq-to'lik jug'lashga oldirib, yetish bo'lolmay oson ochiqlanadigan kesilgak bo'lib qolgan edi. Amir sarkarlarni ishqa buyurib bo'tla, oqisdan yana o'zi yili qurol yarog' so'qiyotgan temirchixonlarga, yili ochliq iskilotlarga,
Hili yang lashkarlarni mashqlantirayotgan lashkargohlarga chapatdi. Turupla əmirlərinin hammasini şahnishinga yig'ib oladi. Ulardan buyurgan ishlarning ijrosini chala bo'lib surishtiribla yo'q qilan bir ishlarga bo'ldi degichi chechilib ochliq ambarlarga deyish kerak demeydi, iskilatlarga bo'lib qoldi. Yo'q qilan bir ishlarga bo'ldi degichi chechilib yana qo'g'lab chiqaradi. Əmirlarni yurkalda qilib atgan edi. U shahnishinda yolg'iz qolsimi ishsiz qiladi. Əmirlərini çörəsiga yığıb asımı oxşaslı işçisi qılatdı. Tacı taxt dəvagərlərinin təhlikeləri besilmağaşqımı özünün səltənətini qoluğa ağınığa, taxtda oturğanlığına işençi yox idi. Sarayğa putunun uçuda dəhsət kirib gəlgən ödəyici bəy Əbu Said Mirza'nın həm azablıq, həm çekiş xiyallarını bölüb, qol bağlığınıca cürətsizlik bilən eğiz açdı. Məlum boğay. Xiyaldan baş götürgen Əbu Said Mirza'nın gözləri yevtidğandək əlpazlı çəkcəydi. Sözlə, Herat əmiri Ubul Qasım Babur Mirza bilan ağay ini Xanzadələr Heratdan ləşkər tatıb yolğa çıxıbdı. Əbu Said Mirza muştumini g'azab bilan tüydü, lekin yana özünü tutub aldı. Pərmançı bəyni çaqır. Ayal ötməyi Pərmançı bəy palaqlab kirib gəldi. Əmir sərkədləgi pərmanımni yetküz. Həftə içində ozuq-tülük, ləşkeri hazırlıqlarını toluq bitirib bolsun. Azraqlı səvəllik sadır qıl degen kallısını alımen. Xo'p, panahgahim. Pərmançı bəyinin mısıldab mangınını görüb Əbu Said Mirza can cəhli bilan vaqırdı. İldan bol əbqa! İlgiri Mirza Ulug bəyinin sılıq sipayi muamiləsiga könüb qalğan məhrəmlər Əbu Said Mirza'nın qo'pol muomalasiga ko'namay yotadi. Har qitim shahnishinga qadam bassa, xuddi vahshiy yirtqichning o'nkiriga kirgandek vahimaga tushib qoladi. Qattiqroq nafas ilishqimi petinolmaydi. Kelsi kelaversin. Men hargiz jannat maqom Mirza Ulug'bek oliylarini do'rab, shaharni tashlab chiqmayman. Samarqand shahrining sepillari mustahkam, mudofiaga aplik. Ozuq-tülüklərimi kən taşa qəmləb aldım. Dəşkərlərimi yaman emas məşqlənib atıdı. Ulanın məndən şəhərini soyub ağınını bir görək. Cəngi çıxmay yetib asam qandaq qılıkən qəni. Şəhər ətrafıdaki avamның ozuq-tülükini bütünlәй yığıb aldım. Ubul Qasım Babur Mirza özünü çağılmay ləşkər tatıb gəlgini bilən. Şonçu nurğun ləşkərlərə Heratdan ozuq-tülük toşub ülgürtənməydi. Xalqның qolida açlıq yox. Bir ayğı paylamay astı quyruğunu qısıb çekinmesi hesab emas. Yamınığı gəlsə sülhəyə gelib onun təxi səltənətini itirab qıqaş durarman. Aşında qısam Abdüllatif xanның ol işki xanzadısımı amalsız qalıdı. Mənmi bir məzgil özümni oңşu biliş üçün fürsət yardıman. Keyinki işlarını Allah xalısı aldırmayı bir tərəf qılıb alamın. Xəp Ubul Qasım Babur Mirza, nemenge noçılıq qılısan? Öz vaqtida Mirza Ulug'bek oliyləri faqat oğlu Abdullatif xonga Heratni bəyməslik üçünlə seni qo'nchalmasının o'rnida Heratga qaran chiqib qo'ygan emasmidi? Allah bugungi kunga kelganda ashu nesivanga shukr qilmay bizdan toji taxt talashqidek bo'ldingmi? Oldirmay tur. Sening ishingni asta bir taraf qilaman. Bay Xurasan vadisini tasarrufimga olmay qo'ymayman. Shuni bilib qo'y. Bu jahon kangri bo'lsa-mu, ikki hukmdor uchun yanada torliq qiladi. Endi navbat Miranshah avlodlarini Shahruxiylar ishini qilsin. Elim ular babayı buzurg Amir Temir sahib Qirondan qolgan bu saltanatni yetkich so'radi. Qonguchi davron surdi. Miranshah avlodini yaqin yo'latmadi. Jinim tenim dili bo'ladi ekan. Endi ularni menmi bu taxtga yaqin yo'latmayman. Abu Said Mirza xiyolini yig'ishtirib, shahar sepilini ko'zdan kechirish uchun Ko'ksaroydan chiqib ketdi.
Hörmətli anlıqçılar, bugün kitabını müşəkçi oxub berəy. Köңül qoyub anlığınızlarga rəhmət. Xeyir, xoş, aman bolğaysızlar.